9 növbətlik Dünya Şərqi Türkistanlıqlar uçuruş yığını açıldı. 9 növbətlik Dünya Şərqi Türkistanlıqlar qarindaşlıq uçuruş yığını 7 ayının 8 gündən 11 günügacha İstanbulның Silivir rayonundakı bir mehmonxonada o'tkazildi. 4 gün davam qilgan mazkur yig'inga 14 davlatdan kelgan o'xshamagan Sharqiy Turkiston tashkilot vakillari, tadqiqotchilar, ziyolilar, diniy ulamolar va Uyg'ur yoshlaridan tarkib topgan 140 kishi qatnashib, o'zgarayotgan dunyo vaziyatida Sharqiy Turkiston mujodilasining strategik yo'l xaritasi degan temani cho'rigan holda muzokara va muhokama olib berildi. Yig'inning birinchi kuni tushdan burunqi echilish marosimiga Ma'rif va hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon riyosatchilik qildi. Faoliyat Muhammad Emin Qorimning Mo'ngluq Qur'on tilovati bilan boshlandi. Qur'on tilovatidan keyin Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon echilish so'zi qildi. Hidoyatullo hojim so'zida yaqinqi mezgillarda Sharqiy Turkiston xalqining beshiga kelgan og'ir fojialik hodisalar bilan birga muhojiratdagi Uyg'urlarning beshig'imi ko'plagan musibatlarning kelayotganligi. Bu ahvol barliq Sharqiy Turkistonliklarni bilishga, xalqimizni qorong'ulikdan yo'ruqlikka elib chiqish uchun qo'limizdan kelishicha barliq imkoniyatlarni sarf qilishga, hamkorlik elib berishga undayotganligi haqida to'xtalib o'tgandan keyin bir necha kundan beri Misrdagi o'quvchilarning tutqun qilinishi, buning natijasida maydonga kelgan bir qator masalalar va bu masalani hal qilish uchun ta'sir doirasi kuchli bo'lgan tashkilotlarning birlashib, buni hal qilish chora-tadbirlari ustida izlanish elib berayotganlik va Misr masalasini hal qilish guruhi qurilganlik hamda bu masalaning xalqaro sahnaga elib chiqilganligi o'tirib qo'yildi. Ondan başqa yana arqandaq to'salg'ular va musibatlar bosh kelgan bo'lsa-mu, ammo bu da'vo yo'lida hech bir chekinish va to'xtab qolish bo'lmaganlik. Balki bu yo'lda qat'iy iroda bilan yo'lga chiqqan karvonning chejlang'uliq va qalaymaqonchiliklarni tugitib, texmi mukammallashib berayotganligini, maqsad nishonning texmi aniq bo'layotganligini va bu haqda sistemalik, strategik planlarning tuzilayotganligini bildirdi. Hidoyatullo O'g'izxon hojim so'zida yana beshimizga kelayotgan har qanday musibat va tahdidlar sababi bilan bu yo'ldan hargiz to'xtab qolishga bo'lmaydiganligini va hargiz to'xtab qolmaydiganligini tilga olib o'tdi. Birinci qatim biz qarindoshlik uchrashishi deb qarindoshlikdan boshlagandik. Chunki biz chechilib ketgandik. Bir jamiyatimiz ham yo'qdi. Bor bo'lsa-mu, hammamiz ayrim-ayrim o'zimizniki sizgan yo'l bilan neticesiz chechilang'i bir yo'lda ketayotdik. Endi cho'lganda bir karvonga aylanyapmiz. Mangan yo'limiz taxmo aniqlashyapti, ro'shanlashyapti. Shu shaklda bugun ham bugungi ketilgan kishilarning saviyasi, ketilg'uchilarning saviyasini o'rnini ko'rsatgan holda ham bugungi qaziyamizningki qanday bir vaziyatda ekanligini ko'rsatgan chog'da bu o'tirishimiz, bu majlisimiz borgan sari sarxillashib, taxmi yaxshilashib, talablar taxmi aniqlashgan turdi. Allohga shukr bo'lsin, Sharqiy Turkiston sohasida xizmat qilayotgan, mayli Turkiya ichida bo'lsin, dunyoning har qaysi yerdagi tashkilotlar bo'lsin, iddiy va ideologik jihatdan jiq farqliq sinf shakllangan bo'lsa-mu, bularning hammasi bilan o'sha oxirgi yil ichida intayin qo'yoq chambarchas bir shaklda qo'l tutishib, Xitoyning bugun bizni qorishab kelayotgan bu chambarni yerib o'tish uchun atrofimizga o'rilgan bu sepirni, bu qirintamni teshib, xalqimizni qorong'ulikdan, zulmatdan yo'riqlikka chiqish va chet eldagi harakatlarimizning kuchlanishi, manzilga yetalaydigan bu yo'lni taxmi dag'dam qilish uchun qo'limizdan kelgan bütün imkonlarni safarbar qilib, ko'plagan masalalarda konkretli jihatdan hamkorlik elib bordik. Buning isbotlari ko'p. Bugun shu muhim bir yig'inni tayyorlab qilayotgan chog'imizda Misrda yuzlagan bizningki yurak parlarimizni, qarindoshlarimizni, kelgusining istiqboli bo'lgan o'quvchi qarindosh inalarimizni og'ir bir fojialik hodisa chirmab oldi. Bu asosda ta'sir doirasi kuchli bo'lgan barliq tashkilotlardan tashkil topgan Misr kriz
hizmet grubu teşkilinip Doktor Erkin Ekrem Efendim'in yetekçiliginde bunda bir kriz hal qilish grubu kuruldu. Keç gündüz birlik beraberlik içinde bu meseleden qanday chiqish, qarindoshlarimizni qanday qutqizish to'g'risida fikir tedbir çağrılarını dünya xalqimizga yetkizish, Mısır ve Xitoyga besim shakllantirish nuqtasidan nəhayət ciddi xizmatlar işlendi. Arqadan Türkiye sobiq parlament a'zosi Professor Jalal Arbay söz qilib, mərhum dini alim və ustaz Abdulhakimxon Maqsum Hacimni yad etish bilan birga Uyg'urlarning ma'naviy yetakchisi Abduqodir Yapjanning pat arada aramızda qaytib kelishini umid qildiganligini bildirgandan keyin Uyg'urlarning yolg'iz emasligini, Xitoyning rezil maqsadlarining ishga eshishi uchun hargiz fursat bermaslik kerakligini, buning uchun birlik, samimiyat va fidokorlikning intayin muhim ekanligi haqida so'zlab o'tdi. Ben Hakk'a giden Abdülhakim kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Ben bu davanın banisi, bu toplantıların banisi, sizin yüreğinizin yerinde en büyük sevginin, saygının sahibi olan Abdülkadir Yapcan kardeşime buradan dualar ediyorum. Saadat Partiyasidan kelgan Yilmaz Bayat Efendi söz qilib, Saadat Partiyasi raisi Karimulla o'g'lining salomini yetkazish bilan birga Sharqiy Turkiston xalqining ozodligi yo'lida izlanayotgan va fidokorlik ko'rsatayotgan qarindoshlarini qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirdi. Yilmaz Bayat Efendi so'zida yana mundaq dedi: Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizga ega chiqish bizning bo'ynimizdagi majburiyatdir. Chunki biz o'xshash millat, o'xshash din, o'xshash qonga tava kishilarmiz. Sharqiy Turkistonni milliy va diniy jihatlari yo'q qilishni qasdlayotgan Xitoy 100 yillardan buyon to'xtamay zulm qilib kelmoqda. Shuning uchun biz bir bo'lib, birlikda harakat qilishimiz kerak. Agar biz birlik va barobarlik ichida harakat qila olsak, o'zimizni qo'g'day olamiz. Bu Türkistanlı kardeşlerimize sahip çıkmak, davalarına sahip çıkmak, zulme dur demek, mazlumların yanında olmak, tüm dünyada önce bize düşer, bu milletin evlatlarına düşer. Zira bu bizim boynumuzun borcudur. Çünkü aynı milletin, aynı kültürün, aynı inancın insanlarımız. Dolayısıyla bu bir vücudun bir yerine bir diken batsa bütün uzuvları onu hisseder. Hadis-i şerifine göre hepimizi derinden yaralayan olaylara maalesef şahit oluyoruz. Sizin derdiniz bizim derdimizdir, bizim derdimiz de sizin derdinizdir. Bu anlayış ve bu düşünce içerisindeyiz. Avustraliya İslam Cemiyeti Reisi, Sharqiy Turkiston Avustraliya Cemiyeti Reisi Abdusalom Olim so'z qilib, hozirgi davomlashib kelayotgan bu qarindoshlar uchrashishi uchun ko'p tirishchiliklarni ko'rsatib kelayotgan Hidoyatullo O'g'izxon va atrofidagi barliq qarindoshlarga rahmat aytganligini, men sizlardan, sizlar mendan degan so'zlari bilan o'zining har qachon Sharqiy Turkistonliklarga yendi ekanligini bildirgan Jalal Arbaydan ham ko'p xursand bo'lganligini bildirdi. Hamda 9 yildan beri davomlashib kelayotgan bu qarindoshlar uchrashishi haqida nurg'unlagan ijobiy va tanqidiy fikrlarning bo'lib kelganligini, nishonga yetish uchun hozirgacha to'xtab qolmaganligini tilga olib o'tdi. Abdusalom Qori hojim so'zida yana uzilmay davomlashib kelayotgan bu uchrashda bir nuqtaning har doim tilga elinib va ta'kidlanib kelayotganligini, u bo'lsa-mu qarindoshlikdan iborat ulug' bir so'z bo'lib, buni asos qilgan holda xizmatlarning utuqliq elib belayotganligini bildirdi. Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi raisi doktor Ataulla Shahyar so'z qilib, bir millatda bo'lishga tegishli ittifoqlikning mana mushundaq shakllanganligini, buning faqat bir qatimliq o'ltirib qo'pish va bir qatimliq faoliyat bilan amalga oshmaydiganligini, bugünkidek mushundaq o'xshamagan fikr, o'xshamagan tashkilot va sohalardagi kishilarning bir yerga jam bo'lib, birlik kelishining intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini o'tirib qo'ydi. Ataulla Shahyar so'zida yana mundaq dedi: Men bir nuqtani ta'kidlab o'taman. Sharqiy Turkiston masalasi bo'lsa bir huquq masalasi. Shuning uchun buningga mayli qandaq fikr, qandaq ko'z qarash va ideologiya bo'lishidan qat'iy nazar birlikda elib berishga majburmiz. Bizning yo'limiz bir. Mayli bir-birimizni yaxshi ko'rayli yoki ko'rmayli, birlikda elib berishimiz bak muhim. Bizning birinchi g'oyamiz
bir-birimiz bilan bo'lgan birlik va ittifoqlikdan iboratdir. Yana bir nuqtani o'ttirib qo'yadigan bo'lsam, hammamiz ittifoqlikdan, birlikdan so'z qilyapmiz. Uyg'ur xalqini birlashtirish va ittifoqlashtirish uchun butun ulamolarni bir yerga to'playdigan bir tashkilot qurib chiqiladi. Mundaqcha aytganda, bu butun Uyg'urlarni birlashtirishdan iborat. Biz shuning uchun g'ayrat qilyapmiz, tirishyapmiz. Albatta, bu to'g'rida bir qancha qitim yig'in echish bilan g'alaba qilg'ili bo'lmaydi. O'zaro tanqidlarning bo'lib turadiganligi tabiiy ahvol. Tanqid bo'lmay turib taraqqiy qilish bo'lmaydi. Biz buzg'unchilik xarakteriga tanqidni emas, balki taxim mukammallashtiradigan tanqidlarni qilishimiz lozim. Ondan boshqa faoliyatning bu qitimqi echilish qismida yana Saudiya Arabistonidan kelgan diniy ulama Ubul Qosim Qarim, Turkiyadagi Darul Iman jamiyatining raisi Mahmud Damullam, Qutatqubulik ilm va madaniyat jamiyati raisi Abdug'ani Hojim, Yevropa Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyati raisi Ubul Qosim Qarim, Shvetsiya Uyg'ur ma'rif jamiyatining mas'ullaridan Umar Maqsum, Germaniyadan kelgan Yevropa Sharqiy Turkiston birligi vakili Asqarjon Apandim, Finlandiya Uyg'ur Islom markazining raisi doktor Muhammad Ali Qarim qatorliqlarimi qisqacha tunishtirish so'z qilib o'tdi. 4 kun davomlashgan bu yig'inda dunyoning har taraflaridan kelgan mutaxassis, doktor va olimlar maxsus tema haqida tayyorlagan leksiya va dokladlarni o'qib o'tgandan keyin yig'in ahli bilan bu temalar to'g'risida savol-javob va bas munozaralar bo'lib o'tildi. Yig'in jarayonida professor Olimjon Inoyat Xitoyning kengaymichilik nuqtai nazari bilan dunyoga yomirishi va xalqaro vaziyatning strategik analizi degan temada, doktor Erkin Akram dunyo, Xitoy va rayonlik kuchlar orasida kuchayotgan strategik munosabatlar va kuch tangpongligi degan temada, Hindistonlik doktor Mahesh Ranjan Dabata Osiyo va Tinch okean davlatlarida Sharqiy Turkiston masalasini kun tartibga keltirish va ijtimoiy jamiyatlarning qo'llashiga erishishning chora usullari degan temada, Asqarjon Sharqiy Turkiston masalasini xalqaro sahnasida qonuniy kuchga ega qilish degan temada, Sirojiddin Azizi O'rta Sharq davlatlarida Sharqiy Turkiston masalasini kun tartibga keltirish va hal qilish choralari degan temada, doktor Erkin Ahmad media guruhlari va ta'sir doirasi keng donliq jurnalistlar bilan munosabatni kuchlantirishning usul choralari degan temada, doktor Erkin Akram Sharqiy Turkiston mujodalasining strategik bosqichlari degan temada, doktor Olimjon Ataulla Sharqiy Turkiston xalqida milliy mafkura ongni yetildirish uchun mulohiza va amaliy loyihalar degan temada, doktor Abdusalom Olim Sharqiy Turkiston xalqida milliy mafkura ongni yetildirish uchun mulohiza va amaliy loyihalar degan temada, til tadqiqotchisi Abdulla Ayub muhojiratdagi Uyg'ur ma'rifida o'rtaq dars qo'llanish masalasi degan temada doklad va leksiyalar berib o'tdi. Oxirida Sharqiy Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxon Hojim yig'indan umumiy xulosa dokladi berib o'tdi. Bu xulosa doklati Istiqlol televiziyasida tarqatilgan bo'lib, keng ko'rurmanlarning Istiqlol televiziyasi ulunishidan ko'rilishini tavsiya qilamiz. 4 kun davom qilgan bu qitimqi 9 qitimliq Dunyo Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi nihoyat qizg'in kayfiyat ichida elib berilib, 11-iyun seshanba kuni samimiy duolar bilan oxirlashdi. Yig'in oxirlashgandan keyin yig'inga qatnashgan barliq qarindoshlar o'zaro quchoqlashib ko'rishib, bir-biriga solih duolar qilishgandan keyin faoliyat o'rnidan ayrilishdi.